Insoniyat uzoq yillar davomida adolat va tartib izladi. Birgalikda qonunlar tarixiga sayohat qilamiz. Avesto axloq va jamiyat qoidalari bayon qilingan eng qadimgi sharq manbalaridan biri. Ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal tamoyillariga asoslangan. Halollik, adolat, poklik va tabiatni asrab-avaylash g'oyalari ulug'langan. Masalan, kimdir tabiatga zarar yetkazsa, unga tanbeh berilgan va aybdor ona zamindan kechirim so'ragan. Hammurabbi qonunlari. Mesopotamiya podshosi Hammurabbining toshga yozdirilgan qonunlari dunyodagi birinchi yozma qonunga aylandi. Qonunlar qat'iyligi bilan mashhur bo'lgan. Masalan, kimdir boshqa odamning molini o'g'irlasa, 2 baravar qaytarishga majburlangan. Rimning 12 jadvallari. Qadimgi Rimda qonunlar bronza taxtlarga yozilib, shahar markaziga ilingan va har bir oddiy odam o'qiy olgan. Eng ko'p qo'llaniladigan jazo kaltaklash bo'lgan. Bu manba keyinchalik Yevropa qonunlarining asosiga aylangan. Fiqh qonunlari. Islom davrida musulmonlar uchun maxsus qonunlar, fiqh yaratilgan. Halollik, adolat, nikoh, meros va savdo qoidalarini o'rgatuvchi qimmatli manbada ham jazo turlari aniq belgilangan. Masalan, kimdir qasddan boshqa insonga shikast yetkazsa, o'zi ham xuddi shu tarzda jazolangan. Temur tuzuklari. Buyuk sarkarda Amir Temur mamlakatni boshqarish va qo'shinlarni tartibga solish uchun Temur tuzuklarini yozdirgan. Bu o'sha davrda eng mustahkam davlat qonunlari edi. Masalan, askar qo'shin qoidalarini buzsa, ogohlantirilgan, kaltaklangan yoki harbiy vazifasidan chetlatilgan. Inson huquqlari davri. 18-asrda butun dunyoda har bir inson teng va erkin tug'iladi tamoyiliga asoslangan deklaratsiyalar paydo bo'ldi. Yashash, so'z erkinligi, insonni qadrlash va adolatli sudga murojaat qilish huquqlari dunyo xalqlarini birlashtirdi. Zamonaviy konstitutsiyalar davri. Qonunchilik tarixidagi eng baland cho'qqi zamonaviy konstitutsiyalardir. Bugun har bir davlatning o'z konstitutsiyasi bor. Unda insonlarning huquq va majburiyatlari hamda davlat boshqaruvi bilan bog'liq eng muhim qoidalar belgilangan.